Assalomu alaykum qadrli kanalimiz obunachilari. Mana bugun biz Farg'ona shahar 5 bola nomli joyga o'rnatgan mebelimiz. Xo'p, общий razmeri 4.92. Xo'p, pasti antrast akrilda bo'lgan, tepasi krem perl. Shuni bir chekka navzorni qilib beramiz. Xo'p, eshikdan kira olishdi. Mana bunaqa polka yasab berganmiz bonus sifatida. Xo'p, chekalarini yopib qo'yganmiz. Xo'p, kira olishda ikkita eshik, ichida polkalari bor. Stolishniy Soyuz, Rossiya. Eshiklar vakuum outside. Xo'p, undan so'ng granlovkani joylaganmiz. Xo'p, tepalari ham ikkitadan polka, razmeri 80 cm. Xo'p, undan so'ng plintusini qo'yib ketganmiz, germetikalab qatirib. Kafeli devorda bo'lgan, mebelda emas, ahamiyat berasizlar, devorda. Taqchalarini qo'yib berganmiz. Xo'p, g'aladonni yaxshi ko'rganligi uchun ko'proq g'aladon qilib berganmiz. Ili vakuum o'zi tortib oladigan. Pastiga ham polkalarni o'rnatib berganmiz. Bu yoqda ham ko'rishinglar mumkin, 3 ta g'aladon, hammasi vakuum. Xo'p, mo'yka, undan so'ng mo'ykani ham joylarini ochib qo'yganmiz. Xo'p, mo'yka, grant va gel qo'yadigani patnusi. Undan so'ng bu joyga ariston joylashgan. Chiroyli qilib joylab ketganmiz. Xo'p, bundan keyin gaz plita, vitishka, bitta foydalanadigan eshik. Mana bu yerda eshigiga xalaqit bermasligi uchun tagiga planka o'rnatib, keyin mana joyini ochib qo'yganmiz. Buni ham polkalari bor. Xo'p, bu yerda gazni turbasi bo'lganligi uchun ustun qilib bekitib qo'yganmiz. Xo'p, bitishgani ham joylarini ochib qo'yganmiz. Xo'p, foydalanadigan bittalik eshik va sushilkamiz. Tepalariga polka qo'yilgan bo'yi balandligini hisobiga. Amortizatorli nasos va tepasi ham. Hop. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Narxini 2 million 100 ming so'mdan tayyorlab beryapmiz.